Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Mana bugun Ulug'nor tumani Uchko'prik mavqeida joylashgan 161-konteynerimizga yetib keldik. Bu konteynerimizda hozirda sholi mahsulot ekilgan bo'lib, yerimizning asosiy maydoni 10 gektarni tashkil etadi. Uzunasiga 450 metrga, eniga 220 metrdan iborat. Yerimizning asosiy hozirda u yerimizda 10 gektar yerimizda 60 nafar dehqonimiz mavjud. Yerimizning hozirda joylashgan joyi Ulug'nordan Uchko'prikka borishda chap qo'lda joylashgan bo'lib, yo'lning bo'yida o'ng tarafida terak izlari mavjud. Pastki taraf terak zovurdan iborat, terak zovurdan iborat, chap tarafda gektardan iborat. Bu konteynerimiz hozirda Ulug'nor tuman mikrokredit tomonidan biriktirilgan bo'lib, Uchko'prikda Ulug'nor tumani Uchko'prik mavqeida 161-konteynerimizning korporativisi Uchko'prik tomorqa xizmati bo'lib, Uchko'prik tomorqa xizmati tomonidan hozirda yetarli sharoitlar yetkazib kelinmoqda. Hozirda sholimizga mana suvlar ochib qarab kelinmoqda.